Assalomu alaykum. Bizni kuzatayotganlar, mana Berlinda o'zimizni sharqona milliy oshxonaga keldik. Bu joy Samarqand restorani Berlinda joylashgan. Restoranning bezatilishiga alohida baho bering. Milliycha bezaklar va supalar ham milliycha. Samarqand suratlari bilan. Ana ukamiz ham Assalomu alaykum. ovqatlangan keldik. Kelinglar mana. Biz taomlarini ham ko'ramiz. Bu yerda suratlarni qarang. Atmosfera O'zbekistonni beryapti o'zi ham. Milliycha musiqalar qo'yilgan. Xuddi O'zbekistonda yurgandek. O'zbekona bezatilishlar, menyularni ko'ramiz mana. Lag'mon 13 euro ekan. Yarimta lag'mon bo'lsa 8 euro bo'lar ekan. Sho'rva bor ekan, somsa bilan 10 euro. Narxlar yaxshi ekan. Sho'rvaning o'zi 9 euro. Samarqand teli deb bu ya'ni osh, 2 dona manti, somsa 18 euro ekan. O'zbek oshxonasi oshsiz qanday bo'ladi? Oshlar bu yerda 12 euro bir porsiya. Agar 0,7 bo'lsa 8 euro ekan. Mantilar, va alaykum assalom. Aka, menga bitta osh bilan bitta somsa aka. Menga osh, bitta somsa, bitta keyin salat. Menga ham bitta achichuv qo'shib qo'ysa aka. Salat, ha. Achichuv 4 euro ekan. Bitta choy. Qora choy bering aka bitta. Choylar 4 euro ekan. Mana shunday. Ko'ramiz bugun. Bizda milliycha oshxonalar qanday taomlarni beradi. Oshlarimiz olib keldi mana. Milliycha musiqalar qo'yilgan. Kayfiyatlar 100. Mana oshi. Samarqandcha osh yoki Toshkent oshimi? Achichuvlari, somsa, choylari bilan yoqimli ishtaha. Rahmat. Kelinglar, osh yeymiz. Hamma zo'r. 4-mi, 5-chi kelish. Kutib qolamiz. Kelinglar. Manzili qiziq bo'lsa belgilab ketamiz. Oshi 12 euro, somsasi 4,5 euro, salati 4 euro, bir chaynak choyi 4 euro. Plus minus 20 eurodan jicha oshadi, lekin bir kishi maza qilib, to'yib, taomlanib ketadigan joy ekan. Halol joy, eng asosiysi. Tavsiya qilib qolamiz. Bu reklama emas, tavsiya bu. Berlinda yashaganlar uchun yoki Berlinga mehmon bo'lib kelganlar uchun juda ideal, zo'r joy. Tavsiya qilib qolamiz. Atmosfera ham zo'r. Hamma joy milliycha urf-odatda bezatilgan. Xuddiki o'zingizni uyda his qilasiz, uyga borgandek. Musofirchilikda yurganlar juda yaxshi biladi uyni qadrini. Tavsiya qilib qolamiz. Qiziqqanlar uchun pastda manzilini belgilab ketamiz.